Assalomu alaykum bizani kuzatib boruvchilar. Mana yana bitta patsientimiz, bemorimiz xolamizga keldilar. Ularda qanaqa holat edi, nima bo'ldi? O'zi anchadan beri qatnaylar bizga. O'shanga bu safar intervyu bering deganlariga mana hozir o'zlaridan eshitasizlar. Biz Qashqadaryo viloyatidan kelganmiz. Mana bularga 3-chi kelishimiz. Mana bel og'rig'i, oyoq og'rig'i bilan mana gavdamizni tikka qilib ko'tarib, bular juda chiroyli davoladi. Biz bulardan xursandmiz, minnatdormiz. Mana shu bel og'riq, oyoq og'riqlar kelishlaringiz mumkin. Bu yerda sog'lig'ingizni tiklashingiz mumkin. Mana biz inkayib keldik, lekin tip-tikka bo'lib chiqib ketyapmiz. Bularga katta rahmat. Bularning umri uzoq bo'lsin. Bunday shifokorlarimiz elimizga, yurtimizga xizmat qilishdan hech qachon charchamasin. Ularning omadini bersin ishini. Hammaga mana shu yerga kelib bo'lish uchun iltimos qilib so'raymiz, kelsin. Kimda shunday muammolar bo'lsa, mana biz ming marotaba ta'zim qilib ularga rahmat aytamiz. Biz tikka bo'ldik. Tizzalaringiz qanaqa edi? O'shani ham ayting. Tizzalarimda shish bor, og'riq bor edi. Mana tizzalarim ham yaxshi yurishga hech qanday xalaqit bermayapti. O'zim yuribman, o'tiribman, turibman. Ancha sog'liq tiklandi. Bizning yoshimiz 73 ga kirdik. Mana shu yoshda shunday turish bizga bularning shifokorlarda juda xizmati ko'p. Bularga rahmat. Mana shunday tik qo'ygani uchun. Bular O'zbekistonimizda eng yetuk onalardan va hammaga shifo tilayman. Hammaga bular xizmat qilishda hech qachon charchamasin. Amin. Rahmat. Bularning omadini bersin ishini. Amin. Rahmat. Chiroyli duolaringizga. Xo'p, bizning muolajamiz sizga yoqdi? Yoqdi. Albatta. Unaqa qo'rqinchli emasmi? Sizni yoshingizdagilar, sizni yoshingizda kattalar ham kelishadi, yoshlar ham kelishadi, qo'rqishadi. Yo'q, hech qachon qo'rqish yo'q. Juda yaxshi bular muolajasi. Yaxshi. Tikka holada yuribsiz. Tikka holatda, mana men 73 ga kirdim, lekin tik bo'ldim. Yaxshi. Xudo shifo bersin. Avvalambor Xudodan, Xudo shunchalik bizani sabab chiqdiki, hamma kelgan bemorlarimizga ham shifo bersin. Yaxshi bo'lib ketinglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Bundan keyin ham baribir ehtiyot qilmasanglar bo'lmaydi. Ko'p duo qilib tursanglar, Xudo xohlasa ko'pchiligiga unumli bir yordam qilamiz inshaalloh. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Eng g'alabisi o'zinglarni ehtiyot qiling, og'ir ko'tarmanglar.